Aziz do'stlar, bugun sizlar bilan Steve va men Steve 2. Hozir kecha sizlar unutirib qo'ymaydi. Steve bilan men uy quryapmiz. Do'stlar, biz hozir uyni quryapmiz. Hozir men uyni deb bir qavatini bitirsam, shu bilan jihozlasam bo'ldi. Do'stlar, biz 4 qavat uyga kelishgandik. Basen ham bo'lish kerak. Men lekin 4 qavat qurmayman. Menikini sohili bilan Steve bilan bitta narsani kelishamiz. Hozir men uyni qurib olganimdan keyin u tomiga basen quraversin. Men sohil quraman. Sohil yaxshiroq. Mana bu yerga. Do'stlar, biz bu yerni olamiz, qo'yamiz. Chunki bu yerga svet ham qo'yishimiz kerak. Men yana bir etaj qursam bo'ldi. Chunki keyin bezatish ishlari qoladi, sohil qurish qoladi. Xullas, men bu yerni hotel mehmonxonasiga aylantiraman. Bu yerda hozir mana xo'p, do'stlar, biz bu yerda hozir eng kuchli, eng chiroyli mehmonxonani men quraman. Steve'dan hech narsa yo'q. Steve hamma narsani chap qiladi. Chunki Steve xato bo'lib qo'ymasin endi, mayli. U ham urinib ko'rar. Lekin menikiga o'xshata olmaydi hech kim. Tomni bekitamiz. Tom olmos bilan. Biz do'stlar naqd 3 kunda. Do'stlar, keyingi videoda nima qilishni hozircha bilmaymiz. Biz do'stlar orolda 10 kun yo do'stlar qisqa tanaffus 5 kun yo 10 kun bitta orolda yashab ko'ramiz. Ya'ni rivojlanamiz. Jonlida. Mana bizning muxlislarimiz aytmagan bo'lsa ham, lekin biz agar bizda o'zimiz orollarda o'zimiz video chiqarishni bilmayapmiz deb sizdan maslahat so'raymiz. Albatta like, podpiska, komment kutib qolamiz. Do'stlar, qisqa tanaffuslardan keyin 4-qismni olamiz.